navbatdagi mavzu eng maktablarda dolzarb bo'lgan mavzulardan biri maktablardagi baholash tizimi haqida. O'zbekistonda yangi baholash tizimi kirib keldi. Oldin an'anaviy 1 2 3 4 5 ya'ni 5 4 3 asosan 2 qonun qarshi mana shu baholash tizimida edi. Ayrim markaz shaharlarda, shahar maktablarida mana bu bunaqangi baholash tizimidan mana bu BSB va CHSB baholash tizimiga o'tildi. Buni ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda aytildi, e'lonlar bor. YouTube'larga kirib bemalol bu haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin men ham o'z fikrimni umumiy baholash tizimi haqida o'z fikrimni aytib o'tib ketmoqchiman. Endi oldin baholash tizimi 5 4 3 2 qo'yilar edi. 2 ga o'qigan bola albatta qoniqarsiz ilm olib, u sinfdan sinfga qoldirilishi kerak edi va qolardi ham. Biz yoshlikda ayrim o'quvchilarni sinfdan sinfga qolganligini ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz. Endi yangi baholash tizimi o'tdi. Bu BSB degani bob bo'yicha summativ baholash, CHSB degani chorak bo'yicha summativ baholash, FB degan formativ baholash. Endi tushuntirib beraman, sodda qilib tushuntirib beraman bu narsalarni. Qani, misol uchun men matematikadan dars berar ekanman. Menda bu ikkinchi chorakda, mana shu qish oldi chorakda nima bo'ldi? Ikkinchi chorak mobaynida ikkita BSB keldi, kundalik komda va 25 balldan edi ular. Maksimal ball 25 balldan edi. Keyin CHSB bo'ldi, 40 ball bo'ldi. Formativ, ya'ni kunlik bola doskaga chiqib nima qiladi? Kunlik bola doskaga chiqib mavzu matematikadan misol uchun nima qiladi? Mana birinchi kuni misol uchun deylik 8 ball oldi, 10 balldan qo'yiladi-da. Keyingi safar, ya'ni chorak mobaynida 10 ball oldi. Keyingi safar 7 ball oldi. Keyingi safar 8 ball oldi. Keyingi safar yana 10 ball oldimi? Ya'ni 3 4 5 ta oldimi? Chorak davomida kamida bitta o'quvchi 5 marta doskaga chiqib, ya'ni 5 ta baho olish kerak. Yana ana shu 5 ta bahosini qo'shib turib 5 ga bo'ladi. Ana nechi chiqadigan bo'lsa, ana shu bahosi mana bu formativ baho chiqadi. Kimdadir 10 dan 10 chiqadi, ya'ni 10 ball har doim Alloh bahoga o'qigan bola 10 olsa 10, 9, 8 chiqadi. Bu formativ baho. CHSB esa chorak bo'yicha baho. Ya'ni chorakning oxirida butun bob bo'yicha chorakning oxirida baholanadi. Chorakning oxirida baholanadi. Birinchi BSB esa mana misol uchun chorakimiz 8 haftadan iborat bo'ladigan bo'lsa, birinchi BSimiz 3-haftada keladi, keyingisi misol uchun 6-haftada keladi yoki 7-haftada kelsa, mana bu 3 hafta mobaynida olgan bilimi, olib o'tilgan mavzu yuzasidan savollar keladi, shunga javob beradi, o'shandan oladi 25 ball. Bunisi esa 3-haftadan 6-haftaga yoki 1dan 6 misol uchun 8 hafta bo'ladigan bo'lsin deylik. 6-7 hafta mobaynida o'tilgan mavzular yuzasidan beriladigan savollar, o'tilgan mavzu yuzasidan savol beriladi, ana shundan oladigan ball. CHSB esa mana bu 8 hafta bo'lsa, ana shu 8 haftaning ichida o'tilgan mavzular yuzasidan beriladigan savollar va ularga qo'yiladigan baho hisoblanadi. Endi bu asosan oddiy maktablarda unchalik ham nimasi yaxshi natija bermaydi. Endi mana bularning yig'indisini qo'shamiz. 25 50, mana bu ikkalasi 50 50 100 ball bo'lyapti. Endi ana shundan 100 ballimiz 100 ga teng bo'lsa, ya'ni 1 ga 1 tushyapti. Demak, o'quvchi 86%, ya'ni 86 ball to'plasa 5 baho oladi. Ya'ni oxirida kundalik komda chiqib turadi. O'zi tavsiya bahosi 86 bo'lsa, agar 5 bo'ladi. 85 bo'lsa ham 4 baho bo'lib qoladi. 66, mana 66, 65 3, 66 dan boshlab ketdi. 66, 67, 68 va hokazo 85 4 baho. Endi 30 dan to 65 gacha 3 baho. Ya'ni bu xilga 65 olib qoladi. Bu degan katta semiz 3 degan. 30 ball yiqqan bo'lsa, ozgina 3 bo'ladi. Endi 29 dan va undan pasti 2, ya'ni bu chorak yopilmay qoladi degani. Endi bunga qaytamiz. Endi baholash tizimi, yangi baholash tizimiga o'tilganligi sababli
yangi baholash tizimiga o'tilganligi sababli ota-onalar tomonidan ko'p e'tirozlar, shikoyatlar bo'lyapti. Endi qaranglar. Aslida bu narsa qisqacha tushuntirib berdim. Aslida boshqa narsani gapirmoqchi edim. Boshqa narsani gapirmoqchi. Bu nima edi? Bu shuki, maktabda o'qiyotgan bolalar birontasi 5 ga bilmaydi. 5 ga o'qishligi uchun mana hozir bironta kitob bo'ladigan bo'lsa, ana shuni boshidan kirib, o'qib, oxiridan chiqib ketish kerak. Mana oxiridan chiqib ketsa va ana shu ichida 100% ma'lumotni o'zlashtira olsagina u bola haqiqatan 5 ga o'qiydi deb qabul qilamiz. Lekin mana o'zingizlar ham yoshlikda maktabda o'qigansizlar. Eslaysizlarmi? Qanaqa bo'lardi jurnal? Qanaqa bo'lardi? Jurnal qanday bo'lgan? Mana bu yerda familiyalar yoziladi. Va hokazo bir sinfda 30 ta o'quvchi bo'ladi. Mana bu yerda esa ustoz nima bo'ladi? Mana bu yerda sanalar yozilgan bo'ladi. Har bitta katakda sanalar yozilgan bo'ladi. Va bu yerga ana shu o'quvchini familiyasi yozilgan. Ana shu yerga nima bo'ladi? 5 misol uchun. Orada yana 2-3 ta darsdan keyin 5, misol 5 ga o'qiydiganlarda, keyin yana 5, yana 5 va chorak nima bo'lib ketardi? 5 bo'lib ketardi. Goh-gohida ahamiyat berganmizda. Chunki sinfda o'quvchilar ko'p, vaqt 45 daqiqa ustoz ulgurmaydi so'rashga. Orada misol uchun goh-gohida orasiga baho qo'yib chiqadi o'qituvchilar. Ko'ryapsizlar chorak paytda. Kimlardir 3 oladi. Umuman darsga chiqmaydi. Chorak oxirida nima qiladi ustoz? Ana shunga bosh ko'zdan sadaqa qilib, bunday qilib 3 qo'yib yuboradi-da, oxirida nima qiladi? Unga 3 baho chiqarib qo'yadi. Ikkichilar bor, ularga nima qiladi? Bir marta 2 qo'yadi, urushadi. Baribir o'qimaydi, yana bitta 2 qo'yadi, ota-onasini chaqirib o'qimaydi, oxirida nima qiladi? Orasiga 3 larni qo'yib turib, osmondan 3 lar qo'yib turib, nima qilinardi? 3 baho chiqarib qo'yilar edi. Ya'ni umuman bilmaydigan bola 3 olyaptimi? Umuman bilmaydi. Mana biz yoshligimizga qaytaylik. Umuman bilmaydigan bola 3 olyaptimi? Olyapti. Endi ozgina o'qiganga nima qo'yiladi? Bitta kitobda, bitta chorakda misol uchun matematika haftasiga 5 soat o'tiladi. Haftasiga 5 soat. Ya'ni 5 marta o'qituvchi kiradi haftasiga bitta sinfga. 1 dan 11 gacha. Farqi yo'q. 5 soat. Bitta chorak, misol uchun sentyabr, oktyabr birinchi chorak bo'ladigan bo'lsa, 4 hafta, 8 hafta, 40 soat o'tiladi. 40 marta kiradi. Lekin bola necha marta darsga chiqadi? Imkoniyati bor, vaqti bor, chiqsa bo'ladi, lekin bola o'qimaydi. O'qimagan bolaga 3 qo'ygandan keyin umuman o'qimagan bola quloqni tortadi, urushadi ham, baqirib ham ko'radi, o'qimadimi? Unga 3 qo'yyaptimi? Endi bitta ikkita mavzuni gapirib berib qo'ygan, harakat qilib bitta ikkita misollar ishlaganga necha qo'yadi? 4 qo'yadi. Endi qaranglar, 2 oy mobaynida 5 soatda kirganda ham 40 soat kiryapti dedikmi? 40 soat kirganda mayli 20 ta mavzu o'tsin. 20 ta mavzudan bir 5 ta mavzuga javob bergan bola 4 dan 1 bo'ladimi? 20 taning 5 tasiga javob bersa, 4 dan 1 ga javob bergan bolaga nari ber javob bergan 4 baho, yaxshi javob berganga 5 baho qo'yibdi. Lekin qaranglar. 40 soat dars. Shunda 20 ta mavzu o'tildi. Misol uchun. Misolda endi 20 ta mavzu o'tildi. Bola 20 tadan 20 ta mavzuni to'liq gapirib bersagina asli 5 bo'ladimi? Lekin u 5 ta yoki 7 ta nari borsa 10 ta mavzuni gapirib beradi. Ya'ni chiqib misollar ishlab bera oladi. Chunki vaqt yetmaydi bir. Birinchidan vaqt yetmaydi. Ikkinchidan u o'zlashtirsa 10 ta mavzuni o'zlashtiradi. Ya'ni 20 taning 10 tasi necha foiz bo'ladi? Bu 50% natija deganimi?
Ya'ni bola aslida 5 ga birontasi javob bera olmaydi. 5 ga bilmaydi maktabda. Uning uchun aytaman, mana bu kitobni boshdan oxirigacha u boshdan kirib bu chetidan chiqib ketishlik kerak. Shuning uchun baholashda o'qituvchilar bilan janjal, to'polonlar bo'lyapti. Nimaga mani bolam ayniqsa boshlang'ичda 5 ga o'qiyotdi, keyin 4 ga tushib ketdi, nega 3 ga tushib ketdi? Asl bahosini qo'yib bersa 3, maksimum 4, 5 yo'q. Lekin o'qituvchining reytingi tushib ketishmasligi uchun nisbatan 5, 4, 3 baho qo'yib boradi. Familiyasini yozishni bilmaydigan o'quvchilar ham bor, ular ham 3 olyapti-ku. Aslida ular sinfda qolib ketish kerak. Ota-ona bola to'polon bilan janjal, nimaga bolam sinfda qolyapti? Aslida qoldirish kerak. Shaxsan men sinfga qoldirib yuborish tarafdoriman. Negaki bitta maktabda bir 10 ta, 5 ta, 10 ta har yiliga sinfda bola qolsa, u maktabda o'z-o'zidan bolalar yaxshi ko'rsatish boshlaydi. O'qimadi, qo'ldan kitob olib qo'ysa, "Yo'q, men sinfdan olib ketishim mumkin" deb o'qishni boshlaydi. Lekin ota-onalar o'zi nimaga ota-onalar janjal qiladi. O'qituvchi misol uchun 100 ta, 200 ta, 300 tagacha bolaga dars beradi bitta o'qituvchi. Endi o'zi o'ylang, 300 ta bolaga, 200 ta ham deylik, 200 ta bolaga dars bersa, ichidan kuniga bir 10 tasini ota-onasi telefon qilaversa, o'qituvchi ham zarda bo'lib qoladi. Bor edi, ko'zbo'yamachilik qilib 5-4 baho qo'yib tashlashga majbur bo'ladi. Natija nima bo'ladi? Natija bola o'qimaslikka, umuman o'qimasdan 5-4 tekinxo'rlikka o'rganadi. Biz ota-onalar farzandlarimizni o'zimiz tekinxo'rlikka o'rgatib qo'yamiz. O'qituvchi sizga kelib aql o'rgatmayaptimi yuzga? Nima qilasiz unga aql o'rgatib borib baho talashi bu bilan? Qaysidir ota-ona ustozga telefon qilib baho talashar ekan, u farzandining kelajagiga putur yetkazadigan ish qildi. Chunki o'qituvchi nima qiladi? Xo'p, bola, xo'p, bahosini yaxshi bo'ldi deydi-da, shunday qo'yadi-da. Shunday qilib palonchini bolasini, palonchi bolam bo'ldi, bahosini qo'yib beraman, bo'ldi, tamom. O'lvermidim, menga nima zarur deydi. Asl bahosini qo'ydim. O'qisin, 3 qo'ydim, misol uchun yaxshi o'qisin, harakat qilsin 4 ga deb, asl bahosini qo'ydim, lekin u harakat qilmadi. Ota-onasiga shikoyat qildi va ota-onasi telefon qildi. "Men 4 qo'yib beraman" dedi. 5 ham qo'yib beraman, o'lvermaydimi? Endi bola o'qimasdan 5 olishga o'rgandi. Tekinxo'rlikka o'rgandi. Kim o'rgatdi buni? O'zining ota-onasi. Shuning uchun hech qachon o'qituvchining ishga aralashish kerak emas. Ayniqsa bo'lib baholash tizimiga aralashish kerak emas. Biz farzandlarimizni o'zimiz yalqov dangasa qilib qo'yapmiz, ota-onalar. O'qituvchi jon kuydirib dars bergisi kelmay ham qoladi. Ya'ni kelib olib ayrimlar o'qituvchilar bilan jang qiladimi, janjal qiladimi? Sani bolangga tekinga davlat pul to'layapti o'qituvchiga, sani bolang tekinga ilm beryapti ustoz. Kelib olib unga rahmat aytish kerak, kelib olib janjal ham qiladi ayrimlar. Nima qiladi keyin unaqa o'qituvchi? Bosim ota-onalardan rahmat o'rniga bosim eshittirganing pashol deydi-da, pashol bu hammaga deydi. Taqta darsni o'tibdi, hammaga 5 ta baho qo'yib chiqib ketaveradi. Bola o'qimay qolyapti. Ilmsizlar qayerdan paydo bo'ladi? Mana shunaqangi ota-onalarning o'qituvchilarga nisbatan qilayotgan bosimidan paydo bo'ladi. Shuning uchun hech qachon unday qilish kerak emas. Hech qachon. Chunki biz o'z farzandlarimizni kelajagiga bolta urib qo'yapmiz. Baholash tizimi, mana bu baholash tizimi menga yoqmadi. Aynan bu baholash tizimi keladigan bo'lsa, mana bu baholash tizimi yaxshi. Shaxsan men bolani doskaga chiqarib qo'yib, birma-bir suhbat qurib, uni asl bahosini qo'yishga harakat qilardim. Hozir mana bu baholash tizimi bizni maktablarga to'g'ri kelmadi. Agar biz demokratik jamiyatda yashayapmiz, agar mendan so'rasa bu baholash tizimi bizga to'g'ri kelmaydi. Bir tiyinga qimmattirdim. Nega? Sababiki mana bu CSB, BSBlarda bolalar bir-biridan ko'chiryapti. Internet tarmoqlarida javoblari bor. Hatto CSBni ko'chirib onlayn bajarib yaxshi baho oladi. Ikkichilar 5 olib qo'yapti. 5 haqqi o'qiydiganlar "Yo'q, javob ko'chirmayman" desa, harakat qilsa 4 baho olib qo'yadi. Ya'ni real, haqqoniy baholashga bu yo'l bermayapti. O'zimizning an'anaviy baholash tizimi yaxshi edi. Menga bu narsa umuman yoqmadi.
Menga kerak emas. Lekin majburman shu maktabimda shunday bo'larkan, shunday baholash tizimida o'tishga majburman. Lekin mutlaqo e'tirozim bor, menga yoqmadi va kerak emas deb bilaman bu narsa. Mana bu baholash tizimi yaxshi edi. Lekin qanday baholash tizimi bo'lishidan qat'iy nazar, agarda ota-onalarga farzandini ilmli bo'lishni istasa, marhamat, bolasi bilan shug'ullansin. O'qituvchi bilan emas, bolasi bilan shug'ullansin. Bolasini ilmi bilan shug'ullansin. Qo'lida sensorli telefonni olib qo'yib, qo'liga knopkali telefon bersin. Ya'ni bo'sh vaqtida telefonda o'yin o'ynab, PUBG o'ynab o'tirmasin. Kitob varaqlasin. Shundagina albatta uni baholari nima qiladi? Yaxshi o'qiydi. Hech ko'rganmizmi? O'qituvchi yaxshi o'qigan bolaga yomon baho qo'yishini. Demak, u o'qituvchi emas. Yaxshi o'qigan bolaga yomon baho qo'ymaydi asl o'qituvchi. Ming to'polonchi bo'lsin, albatta o'zini bahosini qo'yadi. Va yaxshi o'qiydigan bolalar albatta ustozlar bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Yomon o'qiydigan o'quvchilargina ustozlar bilan yomon munosabatda bo'ladi. Va yaxshi o'quvchini hech qachon ustoz urishmaydi, urmaydi, koymaydi. Yomon o'qigan o'qituvchini urishadi, uradi. O ursa nima qildi? Ustoz uryapti-ku, odam bo'lganda bo'lyapti-ku. Nega o'qib kelding? Faqat urmasa kerak. Shuning uchun o'ylab ish qilishligimiz kerak. Ota-onalarning xatti-harakatlari farzandlarning kelajagiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. O'qituvchi nari ber darsni o'tadi, chiqib ketadi. Ana shu ilmsiz bola siz bilan butun umr yashaydi. Sizni topganingizni yo'q qiladigan yoki boringizni birringizni ikki qiladigan sizning farzandingiz. Shuning uchun hech qachon o'qituvchi bilan baholash baho masalasini talashib tortishish kerak emas. Aksincha borib, ustoz, meni bolam yomon o'qiyapti ekan. Urishing, o'qisin deb kelsangiz, bolangiz avtomatik tarzda o'qishni boshlaydi. Baholar talashish bu ilmsiz, o'zida ilm bo'lmagan ota-onaning qilayotgan ishi deb bilaman. Ha, ilmsiz ota-onalar ilmni qadriga yetmaydi, o'qituvchini qadriga yetmaydi, shuning uchun ustoz bilan tortishadi. Men boshqa bundan ortiq xulosam yo'q. Ilmni qadriga yetganlargina tushunadi bu narsa. Ilmli insonlargina ilmni qadriga yetadi. Ilmi bo'lmagan, mana bu yerda ilmi bo'lmagan odamga faqat baho kerak, mana 5 kerak, 4 kerak. Bo'ldi, unga shu ko'rsatkich kerak. Uni orqasida turadigan ilm kerak emas. Mana 5 ning orqasida nimadir bo'lish kerak-da. Bola qanchadir mavzuni o'zlashtirgan bo'lishi yo'q. Unga bolasi o'qish kerak emas, tap olma pish, og'zimga tush kerak. Tekinxo'r bola kerak unga. Marhamat. Bolanglar janjal qilinglar. Marhamat, tekinxo'r bolani o'zingizlar yetishtirasizlar. Shuning uchun gaplarimdan xulosa qilishinglarni istardim. Farzandni ustoz tarbiya qilyapti maktabda. O'qityaptimi? Bo'ldi, tamom. Qolgan payt siz shug'ullaning. Sizga ilmli bola kerakmi? Nazoratga oling. Nazoratga oling. 24 soat nazoratga oling. Shunda ilmli bola bo'ladi. Nazorat qilmaysizmi? Siz qanday bolangizga munosabatda bo'lsangiz, bolangiz ertaga shuni natijani sizga ko'rsatib beradi. Qisqa qilib aytganda, baholash tizimi bo'yicha gapirmoqchi bo'lganlarim shu. Agar savollar bo'lsa, marhamat, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Bugungi mavzu shulardan iborat edi.